Shavkat Miromonovichga 2 yil davomida murojaat qildim-da. Aloqa vaziri lavozimiga men da'vogarman. Men aloqa vaziri lavozimiga oling debdi. Bitta har safar yozganda murojaatni izohlaganman. Nima uchun men aynan shu sohani o'zi amalbar emasman yoshligimda. Vakant emas-ku vazir hozir vazir. Ana menga doim shunaqa deb joy band deb kelyapti-da. Lekin men eng muhim davlat zaxirasiga olish kerak. Hop, O'sha masalada misol uchun siz yordam berishingizni so'rayman. yaxshi. Ana anketa anaqalarim, ma'lumotlar hammasi. Bo'ldi. Men aloqa vazirligiga misol uchun o'zgarish kiritish bo'yicha menga hech kim ham suhbat ham qilmayapti hech qayerda. Men murojaatdan bilasizmi? Aloqa vaziri bo'laman deyapman-da, vazirlikka jo'natyapti misol uchun xatlarim. Yo, ikkinchisi anaga jo'natadi, diskka jo'natadi, men nuqul mana shunaqa bo'lyapti, sensor. Siz davlat xizmatini rivojlantirish agentligini bilasizmi? Qayerda joylashganini bilasizmi? Muzaffar Aripov o'rgatdi. Hozir mana sizga aytadi. Respublika prezident huzurida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilingan. Muzaffar Aripov Otabek Hasanov degan rahbar. O'sha yigit zaxirani shakllantiradi. O'qitadi, tayyorlaydi, ajratadi. Hozir mana o'rgatdilarni sizga aytadi. Yo'q, siz iltimos bor shaxsan. Ukaz sifatida siz bilan uchrashasiz. Meni bir taklif qiling iltimos. Qayerga? Prezidentga. Muzaffar tushuntirib bering, davlat xizmatlari rivojlantirish agentligiga Aloqa vazirligiga shu aloqa vaziri bo'laman deyapti. Bo'laman men. Tayyorman. Qancha suhbat bo'lsa tayyorman. Sog' bo'ling.